Hammaga salom, aziz do'stlar. Siz ITV kanalidasiz. Sizni yangi mahsulotlarimiz, aniqrog'i yangi Spill Show sub-brendimiz bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun biz Nitro seriyali pop karnaylarni ko'rib chiqamiz. Boshlaymiz. An'anaga ko'ra, biz dunyodagi eng chiroyli qutilarimizning ichki qismini ko'rib chiqamiz. Aytgancha, bu umumiy tan olingan haqiqat. Keling, paket tarkibiga nazar tashlaylik. Xo'sh, do'stlar, bizning Spill Show qutilarimiz mana shunday ko'rinishga ega. Nitro liniya modeli texnik xususiyatlari chastotaga javob grafigi. Paketga Spill Show stikeri va kafolat kartasi kiradi. Foydalanuvchi qo'llanmasi va markali Spill Show Nitro havo spreyi. O'rta darajadagi dinamiklar brend bilan bir xil uslubda ishlab chiqilgan qutiga ega. Biz old tomonda karnaylarni ko'ramiz. Aytgancha, quti ajoyib, u bir vaqtning o'zida mat va yaltiroq. Karnaylar yaltiroq, ammo qolgan hamma narsa mat. Qo'lingizda taktil ravishda salqin his qilasiz. Aytganimdek, karnay old tomonda. Yon tomonlarda Spill Show model, liniya, Nitro, Infive M60 modeli yozilgan. Orqa tomonda texnik xususiyatlar va chastota xarakteristikasi grafigi joylashgan. Aytgancha, e'tibor bering, qanday tekis chiziqda ishlaydi, to'g'rimi? Go'yo 13 santimetrlik karnaydek tuyuladi, lekin juda yaxshi ovoz beradi. Umuman olganda 16 kHz gacha chaladi, qoyilmaqom. Ichkarida bizni brendga xos Nitro Trueter Audio Spill Show liniyasining maxsus qo'shimchasi kutmoqda. Bizning ijtimoiy tarmoqlarimiz bilan kupon ham bor. Albatta, obuna bo'ling. Unda 20% chegirma olish bo'yicha ko'rsatma ham bor. Video sharhni suratga olib, uni joylashtirib, havolasini bizga elektron pochta orqali yuborishingiz kerak. Shundan so'ng yangi mahsulotga 20% chegirma beramiz. Kafolat taloni va butun Rossiya bo'ylab servis markazlari ro'yxati, foydalanish bo'yicha qo'llanma, brendga xos Nitro. Unda juda ko'p ma'lumot bor, haqiqatan ham to'liq, ehtimol Rossiya bozoridagi eng keng qamrovli qo'llanma. Brendga xos Spill Show Nitro hidi va Nitro Trueter Audio Spill Show stiker ham bor. Ko'rib turganingizdek, akustika bizda 3 xil o'lchamda ishlab chiqariladi. 13 cm, 16,15 cm va 20 cm. Shuningdek, 10 cm diametrli ruporli Twitter ham mavjud. Endi asosiy parametrlar bo'yicha yaqinroq tanishamiz. 13 cm dinamikda RMS 60 Watt, 16,15 cm dinamikda 150 Watt va 20 cm dinamikda esa 200 Watt nominal quvvatga ega. Sezgirlik diametriga qarab 92 dan 100 gacha. Ha, tashqi dizayn haqida aytishni unutibman. Ko'rib turganingizdek, akustika Spill Show brendining yagona uslubini saqlab qolgan. Bilmaydiganlar uchun aytish kerakki, brendning barcha liniyalari avtosport olamidan, xususan F1 poygalaridan ilhomlangan. Buni karnay diffuzerining old qismida ko'rish mumkin. Ya'ni biz poyga avtomobili gildiragiga o'xshashlikni ko'ramiz. Shuningdek, avtosport olamiga aniq ishora qiluvchi yorqin rangli qutilarga ham e'tibor bering. Endi karnaylarning texnik xususiyatlari haqida gapiraylik. Diffuzor materiali preslangan sellyuloza, podves esa matodan. 13 cm modelda u 2 to'lqinli, 16 va 20 cm modellarda esa 3 to'lqinli. Korzina polatdan shtamplangan va antirezonans qoplamaga ega.
Eshitganimizdek, u juda boyib. Akustik terminallar 2 baravar, belkurak tipidagi, antioksidant xususiyatlarga ega maxsus birikma bilan qoplangan. Ta'minot liniyalari kumush bilan qoplangan. Aytmoqchi, markazlashtiruvchi yuvish vositasiga tikilgan. Xo'sh, endi biz akustikamizning markaziga muammosiz yetib keldik. Bu uning magnit tizimi. Bizniki ferrit yuqori darajada rivojlangan va shunga mos ravishda ta'sirchan raqamlarni bardosh bera oladi. Aytganimdek 13 cm karnay uchun 60 rms, 16 cm karnay uchun 150 Watt va 20 cm karnay uchun 200 Watt. Endi ushbu qatordagi yuqori chastotali aloqa haqida gapiraylik. Bu shoh tipidagi Twitter. Modeli N2850 deb ataladi. Bu yerda 38 bu uning dyumdagi o'lchami, ya'ni 10 cm, 50 esa uning nominal quvvati. Dinamik korpusi, ya'ni tog'ridan tog'ri og'zi, alyuminiydan quyma texnologiyasi asosida tayyorlangan. Bundan tashqari, u ferritli magnit tizimiga ega. Akustik terminallari esa lopatka tipida bo'lib, plus klemmaga 3.13 dan 3 mikrofarad sigimli kondensator payvandlangan. Takrorlay oladigan chastotalar diapazoni 2000 Hz dan 20000 Hz gacha, sezgirligi esa 103 deb. Ya'ni ko'rib turganingizdek, bu juda baland ovozda ham past quvvatda o'ynay oladigan karnay. Xo'sh, masalan, radiodan. Xo'sh, endi tinglashga o'tishni taklif qilaman. Shuning uchun mini garniturangizni taqing va tinglashdan zavqlaning. Xo'sh, do'stlar, xulosa qilish vaqti keldi. Biz zamonaviy boshlang'ich darajadagi pop akustikasini olamiz. Akustika standart magnitlardan tortib, kam quvvatli magnitlardan ham ijro etishga qodir. Uni kuchaytirgichga ham ulash mumkin, chunki uning quvvat zaxirasi g'ayritabiiy raqamlarni qayta ishlashga imkon beradi. Akustika ajoyib zarbaga ega. U o'rta chastota diapazonini mukammal darajada takrorlaydi. Shuning uchun agar siz standart dinamiklarni almashtirish uchun biror narsa qidirayotgan bo'lsangiz, tabriklaymiz. Siz juda yaxshi natijaga erishdingiz. Albatta, men akustika uchun barcha narxlarni tavsifda qoldiraman. Bu Atifdan Pavel. Ko'rganingiz uchun barchangizga katta rahmat. Yoqtiring, izoh qoldiring va barcha hamjamiyatlarimizga obuna bo'ling. Hammaga xayr. Go'zal McDonald's, uy dunyosi, go'zal shahar.